nima deydi, tez harakat qilib, mahsulotni tezroqda tayyorgarchilik ko'rib, tayyor bo'lganida faqat chiqarish uchun hali vaqtimiz bo'lmaganida, sharoitimiz ham umuman to'g'ri kelmayotgandi vaqtlarimiz. Shunga ko'rib turganingizdek, yangiliklar bo'lgani uchun tezlashtirib harakat qilib chiqarishga muxlislarga va'da bergandim. 1,5 yil oldin shuni harakat qilib buni endi chiqardik. O'ylayman sizlarga yoqqan deb o'ylaymiz. Yaxshi chiqdi emas, tajribasi ham yaxshi. Buni tarifi ozgina anaqa bor, sizda bor, yozilgan. Aytish kerak. Anaqa Arslonim nimaga endi nima deydi? Bunaqa otlarini bunisini. Chunki kelikimiz deb nomlashmoqchi edik, anaqani o'zi shundoq ham ashula kelikimiz chiroyli bo'lib o'zini tarixiga ega bo'lgani uchun menimcha albomga sal boshqacharoq yondashishga ma'qul ko'rdik. Chunki kelikimiz bu 11 yillik bir muhabbat qissasi, bu shunaqa narsa, o'zimizni hayotimizdan kelib chiqqan holatda bo'lgan. Arslonimda endi bu har bitta ayol, har bitta ona, har bitta singil, har bitta opa Arslonim deb o'zini otasini, nima deydi, erini, o'g'lini hammani shunaqa Arslonim deb ko'rgisi keladi. Shuning uchun Arslonim deb chiroylidan qilib qo'yganmiz. Harakat qilib, yaxshimi yetdim? Nomi yegan.